Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolisi Cobalt mashinamiz. Xo'p, Cobalt mashinasi olib kelishgan. Cobalt yangi mashina, bunda hech qanaqa muammo yo'q, faqat дополнительный funksiyalarni yoqib beryapmiz. Tablokda suv datchik, suv gradus yozyapmiz hozir. И avtozapusк yoqib berdik. Cruise kontrollarni ham yoqib qo'yganmiz. Qachonki shu qo'ydirmoqchi bo'lsalar, cruise control, multimedia ish qilib hammasini aktivatsiyasini qilib qo'ydik. Mashina avtomat. 1000 km atrofida, 1000 yoki 2000 km atrofida yurgan Cobalt. Xudo xolisa mana suv gradus yozish jarayoni ketyapti. Xudo xolisa yozib bo'ldi mana. Suv gradus 78 turibdi. Endi skanomatikda ko'ramiz. Başlatardık. Serdur. Двигатель 83. Premium. 78 temperatura охлаждающий жидкость ko'rsatyapti. Tablogimiz ham shu. 79 bo'ldi. Tablog ham 79 bo'ldi. Xudo xolisa avtozapusku sinamiz uni. Xudo xolisa. Hop o'chirish. Xo'p, kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat.